Assalomu alaykum, ismim Samandar. Yoshim 25 ta. Koreyada Inhada o'qib bitirmaganman. Tashlab O'zbekistonga qaytib keldim. 2021-yildan beri shu startaplar bilan shug'ullanaman. Kotibay bugungi kunda O'zbekistonda 70 dan oshiq katta bizneslarda ichida xodimlarini natijasini oshirib beradi. Ya'ni biz korporatsiyani ichiga kiramiz. Agentlarimizdan foydalangan holatda har xil xodimlarga agentlarimizni biriktirib beramiz. Va shuni hisobidan agentlar xodimlar bilan birga ishlagan holatda o'sha chegaralangan vaqt ichida oldingi chiqarayotgan natijasiga nisbatan 30-40 barobar ko'proq natijaga erishyapti. Startapimiz sotuvini avgustda boshlaganmiz. Bu oyda o'zida menimcha 200 million so'm revenuedan oshamiz. Startapimiz o'sha o'sish bosqichida. Ya'ni sun'iy intellekt keladigan bo'lsa, sizni ish o'rningizni olib qo'yadimi? Agar shu savol sizni o'ylantirayotgan bo'lsa, demak sizni ishingizni olib qo'yadi. Ishini olib qo'ymaydigan odamlar kim deydigan bo'lsangiz, shu AIni o'zini ishida ishlatishni boshlaganlar, ya'ni AI dan foydalangan holatda hozirgi ishini optimizatsiya qilayotgan odamlarni ishini olib qo'ymaydi. Ya'ni oddiyroq tushuntiradigan bo'lsam, tasavvur qiling, siz raqobat yaratyapsiz, siz AI ikkovlaring bir-birlar bilan raqobat qilmoqchi bo'lsanglar, tushuning, u yerda uchinchi raqobatchi bor. Bu uchinchi raqobatchi AI ishlatayotgan inson. Mana shu 3 ta nimada raqobat ketadigan bo'lsa, doim AI ishlatayotgan inson yutib chiqadi. Shuning uchun men o'ylayman, hozirgi kunda hech kim ishini olib qo'ymaydi, agar u AI ni o'zi ishlatishni boshlasa. AI ga kerakli informatsiyalar doim mavjud emas. Tasavvur qiling, siz mana misol biznes ichidasiz. Biznesda ichida misol ishchilar bir-biri bilan gaplashadi. Umuman olganda juda ham ko'p proses bor. Har bitta proses hali digital emas. Ya'ni nima deydi? Bitta etapda bitta biznesning ichini to'liq digital ko'rish imkoniyati mavjud emas edi. Shuni hisobidan o'ylayman, hozir odamning roli nima bo'lyapti? Odamning roli bitta vaqtda o'zida kompaniyani ichida yoki umuman hayotida bo'ladigan bo'lsa, odamning o'zidan birinchi bo'lib unaqa ijodkorlik chiqadi, kreativlik, butun haligi nimani, rasmni bittada ko'rish va shundan kelib chiqqan holatda fikr yuritib qaror qilish. Va o'sha qarorlardan kelib chiqqan xohishlar paydo bo'ladi va mana shu xohishlarni amalga oshirish uchun AI ni ishlatishadi. Ya'ni hozirgi kunda AI o'zida xohishi mavjud emas. AI misol o'ziga qanaqadir buyruq berilmaguncha o'zi hali ishni amalga oshirgani yo'q. Shuni hisobidan o'ylayman, hozirda odamning roli shu bo'lyaptiki, misol endi faqatgina bugungi mavzu musulmon biznes ichida bo'layotgani uchun biznes ichida gapiraman. Biznes ichida shu AI ga buyruq berish, xohishlar, bu narsalarni faqatgina odamning o'zi qila oladi. Datani o'qish AI juda ham yaxshi bajaradi odamga nisbatan. Misol uchun mana bizda Kotib Analytics degan loyihamiz bor. Bu kompaniyaning ichidagi qo'ng'iroqlarni eshitadi-da, tahlil qiladi. Xodim qanaqa ishlayapti, mijoz nima deyapti kompaniya haqida, mijozning muammosi nima. Shu informatsiyalarning barchasini tasavvur qiling, odam o'qib chiqmoqchi. Bir kunda misol ba'zi kompaniyalar bor, 1000 dan oshiq qo'ng'iroqlar amalga oshiriladi. Endi mana odamning miyasi shunaqa ekanki, odam raqamlar bilan uncha yaxshi chiqisha olmaydi. Men misol sizga tushuntiraman. Tasavvur qiling, ya'ni juda ham ko'p ishlatiladigan bitta o'xshatma bor. Misol so'raydi, bugun nechta qizil mashina ko'rding deydi. Deydigan bo'lsa, o'ylaydi-da, bilmaydi. Ertasi kuni so'raydigan bo'lsa, o'sha sanab beradi. Misol 7 ta, 8 ta ko'rdim deydi. Chunki u o'sha bir kun oldingi xotirasi dunyoda ko'rishiga juda ham ta'sir baland bo'lib qoladi. Xuddi shunaqa misol kimdir datani ko'rayotgan bo'lsa, dataning ichida shu darajada ko'p informatsiya borki, odamning o'zi misol uchun kechagi kun yoki undan oldingi kun bitta operatorni kim bilandir gaplashayotganini ko'rib qoldi. Haligi operator bitta mijoz bilan yomon gaplashyapti. Shuni hisobidan haligi operatorga nisbatan odamda o'sha baholayotgan odamda fikr paydo bo'lib qoladi-da, uni qo'ng'iroqlarini negativ munosabat bilan baholashni boshlaydi va bu butun qo'ng'iroqlarning hammasiga ta'sir qiladi. Lekin agar AI buni qiladigan bo'lsa, AI da bunaqa narsa yo'q. Shuni hisobidan misol u bitta xodimda 100 ta qo'ng'iroq bo'ladigan bo'lsa, 100 ta qo'ng'irog'i balki o'shandan 5 tasi yomon bo'lgandir xolos. Xuddi shu narsani agar odamga baholashga beradigan bo'lsangiz, bu bunaqa rezultat bermasligi mumkin. Shuni hisobidan men o'ylayman, hozir AI ni eng yaxshi ishlatish mumkin bo'lgan joylardan bitta narsasi shu datani yaxshi o'qish va odamga nisbatan yaxshiroq tahlil qilib berish qobiliyati hisoblanadi.
bunday narsada hozir mana bu savollar bitta narsani yaratmasinki, odam bilan AI bir-biri bilan raqobat qilayotganda. Misol hozirgi kunda hech kim misol qurilishga borib turib savol so'ramaydi-ku, ekskavator zo'r kovlaydimi yoki ketmoni bor bitta odam zo'r kovlaydimi? Xuddi shunaqa. Misol AI ga 200 betlik bitta kitobni shunday beringda, shuni menga xulosalab ber deng. Deydigan bo'lsangiz, misol sizga 1 minut ichida xulosasini chiqarib berishi mumkin. Xuddi shu narsani misol odamga beradigan bo'lsangiz, 200 betlik kitobni qancha vaqtda o'qib tugatadi? Xuddi shunaqa. Men misol javob berishim mumkin, javobim, lekin raqobat uyg'otmaslik kerak odam va AI o'rtasida. Aksincha bu AI da o'sha odam ishlatish nimasini ko'rib chiqish kerak. Xuddi shunaqa aytganimda, mana AI datani juda ham katta datalarni tahlil qilish, o'rganish nimasi bo'yicha odamga nisbatan yaxshiroq deb o'ylayman. Biz ishlagan kompaniyalarda 70% dan oshig'i birinchi navbatda biznesni egasi xohlagan. O'sha tepadagi menejmenti bilan gaplashgan holatdagi misol ular bilan qaror qabul qilingan. Lekin shunaqa keyslarimiz bor, даже juda ham katta kompaniyalarda xodimni o'zi ham qarshilik qilib qo'ygan jamoada. Nimaga deydigan bo'lsangiz, men hali ham esimda, birinchi keyslarimizdan bittasi bo'lgan. Biz olib kiryapmiz. Biznes ichiga AI ni integratsiya qilmoqchimiz. Endi birinchi bosqichdan o'tdik, integratsiya qildik, natijalarni ko'rishimiz kerak. Keyin biznes egasi aytayapti, sizlarning produktinglar yaxshi emas ekan-u, yoqmayapti, xato qilar ekan dedi. Keyin biz o'ylandikda, hali nimaga bunaqa bo'layotganini men bilmoqchi bo'ldim-da, o'sha ofisda o'ziga to'g'ridan-to'g'ri bordim. Aytayapman, butun shu reputatsiyamni o'rtaga qo'yaman. Nima xato? Hali nimaga bu sizlar biznesinglarga foyda olib kirmayapti? Men ko'zim yetadi, bu aniq sizlarga foyda olib kiradi deb gaplashdim. Gaplashsam shunday bo'lganki, u yerdagi xodim o'zini ishini yo'qotishdan qo'rqqan. Qo'rqqanining hisobidan bizni nimani produktga sabotaj qilishni boshlaganda, yaxshi ishlamas ekan, qatib qolar ekan, xato qilar ekan, shu kabi har xil sabablar ko'rsatgan holatda tepadagi menejmentga bizni nimamizni yomon ko'rsatishni boshlagan. Nima bo'lishi aniq, hozir o'xshatishim shuncha qurilish kompaniyasi bor, tasavvur qilinglar. Bitta qurilish kompaniyasi bor, aytayapti, men xolos odamni kuchiga ishonaman deyapti-da, hamma o'sha ketmon lopatkasi bilan chiqib qurilish qilmoqchi-da, tasavvur qiling, bir 100 etajli bino qurmoqchi. U tomonda yana bitta boshqa kompaniya bor-da, u kompaniya hamma texnologiyadan ishlatyapti. Qaysi biri birinchi bo'lib bitiradi? Bu ham xuddi shunaqa savol. Endi faqat fizический ishga o'tmadi-da, hozir intellektni ishga o'tdi. Intellektni ish deganda biznesda o'sha marketingdan tortib mijozlarga xizmat ko'rsatish, u HR yu ichigacha har bitta protsessga AI da olib kirsa bo'ladi. Bu o'sha intellektni qilinayotgan ishlarda unumdorligini juda ham oshirib beradi. Agar kompaniyalarda hozir o'ylayman, agar AI da integratsiya qilishmaydigan bo'lsa, raqobatchilar aniq o'tib ketadi. Birinchi bo'lib, o'zini protsessini qayerda nagruzka bo'layotganida, qayerda bosim bo'layotganidan boshlash kerak. Misol uchun mijoz sizni qayerdan topdi, sizga qanday kirdi, o'zi hali CJM degan narsasi bor. Hali Customer Journey Map deydi, ya'ni bitta mijozni siz biznesingiz ichiga kirishdan boshlab chiqib ketguncha bo'lgan jarayonni olish kerak-da. Aynan mana shu joylarni detallarga bo'lish kerak. Mana misol uchun siz oldingiz biznesingiz CJM ni tuzib chiqdingiz. Mana birinchi bo'lib mijoz sizni biznesingiz haqida eshitmoqchi. Bu eshitish bo'yicha kim ishlayapti komandangizda? Ya'ni hali misol sizda o'sha SMMchi ishlayaptimi, marketologizmi yoki televizordan qo'yapsizmi? Shu prosessni o'ziga nisbatan hozir ko'pgina AI решениялар chiqqan, AI yechimlar. Keyingi bosqich, har bitta bosqichni olib ko'radigan bo'lsangiz, har bitta bosqichda o'zi qanchadir qilinayotgan ishlar bor. Har bitta ishda, misol uchun, optimizatsiya qilish mumkin va buni yana ham tezroq, samaraliroq qilish imkoniyati bor. Shunga CJM ni tuzish kerak. Keyin tuzgan holatda har bitta protsessni o'rganib chiqib, aynan har bitta protsessga eng zo'r ishlab turgan AI agentlarni joriy qilish kerak. Bitta tizimni kompaniyaning ichiga integratsiya qilish uchun juda ham ko'p vaqt olardi va uni komandani o'zi adaptatsiya qilib tushunib olish ham vaqt olardi. Endi hozir AI shunaqaki, AI bilan oddiy odam bilan gaplashgandek gaplashasiz-da. Misol uchun hozirgi mana bitta produkt haqida gapirdim, Kotib Analytics deyligi. Biz kelamiz, so'raymiz, misol marketing отделdan sizga mijoz haqida nima informatsiyalar qiziq. Keyin kontrol kачествоdan so'raymiz, sifat nazoratidan, xodimingizni sifatli gaplashishiga nimalarga e'tibor qaratasiz. Umuman biznesga
shu suhbat to'g'risida nimalar qiziqdi, biz ulardan so'rab olamiz. Olganimizdan keyin AI'ni o'zini tizimiga kirgizamiz o'zimiz. Keyin telefoniyaga integratsiya qilamiz. Telefoniyaga integratsiya qilganimizdan keyin bo'ldi. AI agentga kimdir, misol qaysidir xodim kirib, uni ichiga nimadir to'ldirishi yoki nimadir hali kirgizib, knopkalarni bosib chiqishi shart emas. AI agent o'zi shu bilan har bitta suhbatda eshitishni boshladi, o'zi otchet tayinlaydi, o'zi kerakli informatsiyalarni chiqarib beradi, Telegramda sizga informatsiyani tashlab turadi. Umuman olganda hali buni bosqichida ko'radigan bo'lsangiz, xodimga nima qiladi deydigan bo'lsangiz, xodim bittadan misol ko'ryapti, nima informatsiya kerak? Kerak informatsiyani so'raydi, AI unga chiqarib beradi. O'zbekistondagi kompaniyalarda eng qiladigan katta xatosi birinchi navbatda qo'rquv. Umuman qo'rquvni olib tashlash kerak. Ya'ni ishimni yo'qotib qo'yaman deyish, o'sha aytayotganimdek, agar AI kirsa ishimni yo'qotib qo'yaman deb qo'rqayotgan bo'lsangiz, qo'rqing, ishingizni yo'qotib qo'yasiz. Agar AI siz kiradigan bo'lsa. Shuning uchun AIda agar o'sha xodimni o'zi olib kiradigan bo'lsa, u ishi oldingiga nisbatan ham yaxshi, даже kamroq ishlaydi, ko'proq oylik olishi mumkin-da. Avgustdan beri ishlayapmiz. 70 ta kompaniyadan, misol kompaniyalarni sanaydigan bo'lsam, Murad Buildings, Evis, Oqtepa Lavash, Texnomart, Turon Telekom, Shohmet ketaveradi. Juda ham katta kompaniyalar. Avgustdan beri men sizga aytaman, mana shuncha paytdan beri birorta kompaniyada bir dona ishchi ishdan ketmadi. Hech kim haydalmaydi. Shuning uchun bu qo'rquvni olib tashlash kerak-da. Aksincha shu AI bilan adaptatsiyani boshlash kerak. Chunki bu sizga juda ham katta ustunlik beradi. Siz keyingi bosqichga ko'tarilishingiz mumkin-da. Shuning uchun shu, men o'ylayman, eng nimasi qo'rquv. Fokus shunda bo'lish kerakki, xarajatni kamaytirish bo'ladigan bo'lsa, bu biznes unchalik yaxshi o'smayotgan hisoblanadi. O'sish. Doim o'sish. Mana yana o'sha o'xshatish, sifat nazorati. Oldinlari bitta sifat nazoratidagi odam bir kunda 50 ta qo'ng'iroqni eshitib, xodimga baho qo'yar edi-da. Endi mana shu Kotib Analyticsda bitta funksiyasini ishlatyapti-da, bu xodim bir kunda 1000 ta zvonok bo'lsa, hammasini eshitadi. 10 ta bo'lmaydimi? 10 tasini eshitadi-da, keyin undan chiqqan tahlilni oladi. Tahlilni olgandan keyin ko'rib chiqadi, qaysi xodim qaysi tarafga qarab ketyapti, qaysi kriteriya bo'yicha yaxshi ishlamayapti. Va u o'sha xodimlar bilan ishlashni boshlaydi-da. Endi xarajatga keladigan bo'lsa, u odamning oyligi kamaygani yo'q. Oshirib berishyapti, lekin kamaygani yo'q. Lekin u odam qilayotgan volyum, u qilayotgan natija ko'radigan bo'lsangiz, o'sish juda ham baland. AIni bilmasa, mana sizga savolda tasavvur qiling. Internet ishlatishni bilmaysiz. Siz talabasiz. Hali hayotda hozirgi holatda hayotingizni tasavvur qilib ko'ring. Misol, oddiy o'zingiz dastavka chaqira olmaysiz yoki qanaqadir bilet ola olmaysiz, informatsiya topa olmaysiz. Juda ham internetsiz tasavvur qilib ko'ring-da. Endi shu narsa hozir AI ga o'ylab ko'ring. Chista agar talaba bo'ladigan bo'lsangiz, xolos kursni yozdirayotgan bo'lsangiz AIga, bu o'sha zerikarli hayot deb o'ylayman. Bu narsalarni o'zi ham o'sha avtomatizatsiyalashib ketadi. Shuning uchun o'zingizdan savol so'rab ko'ring. Shu AIni menimcha internetda bilmaslik qay darajada aqlga sig'maydigan ish bo'ladigan bo'lsa, moment kelyapti, AIni bilmaslikni o'zi ham shu darajada aqlga sig'maydigan ish bo'lib qoladi. To'g'risi, menda maslahatimni kirmasdan ko'ra, chista AIni o'zidan so'rab ko'ringlar. Masalan, tasavvur qiling, siz talabasiz, siz AIni o'rganmoqchisiz. To'g'ri savol bering. Savol berayotganda qanaqa? Men nimani o'rganishim kerak degan savolni beradigan bo'lsangiz, AI sizga 1000 xil javob berishi mumkin-da. Undan ko'ra misol savol bering. Men misol shunaqa yo'nalishdagi talabaman. Meni qiziqishlarim shu. Men shunaqa odamman. Meni o'zimning kelajagim uchun qaysi turdagi AIlarni o'rganish menga foydaliroq bo'ladi? Sabablari va menga uni o'rganish vaqti anaqasini misol solishtirib ber. Shunaqa to'liq savol berib ko'radigan bo'lsangiz, menimcha men sizga beradigan umumiy javobimdan ko'ra o'zingizga nisbatan foydaliroq maslahatni AIda o'zidan ajratib olasiz. Tanishingiz bor, biznes qilyapti. Qanaqadir ish qilyapti, farqi yo'q. O'sha обороти bor. Haligi odamning oldiga boring.
so'rang, nima ish qilasiz, qanaqa qilib reklama qilasiz, reklamangizdan kelgan mijozlar bilan qanaqa ishlaysiz. Umuman olganda biznes protsessini hammasini yozib chiqing. Yozayotganingizda ham misol ruchka qalam olmang yoki telefoningizni olmangda, prosta diktofoningizni yoqib oling. Keyin yuring, o'shani orqasidan 2 kun yuring, keyin ovoz chiqadi. Hamma ovozni olingda, misol uchun mana bizning sistemaga tashab ko'ringlar, Kotib degan bitta botimiz bor. Tashlasangiz, hamma ovozdan sizga tekstini ajratib beradi. Tekstini ajratgandan keyin misol Cloudga tashlang yoki ChatGPTga tashlang. Tashlangda mana menga endi biznes protsessni chiroyli qilib chizib ber va mana shu biznesda ko'rib turgan kamchiliklaringni ajrat va mana shu ajratgan kamchiliklaringga nisbatan sun'iy intellektni taklif qil. Deydigan bo'lsangiz, uje sizga o'sha application layerda sun'iy intellektlarni taklif qilishni boshlaydi. Keyin o'sha joydagi eng og'riqli nuqtasini oling. Ali biznesmenning oldiga boring. Mana shu joyingizda shunaqa muammoyingiz bor. Shunaqa sizga tushayotgan bosim, haligi kadr yetishmasligi yoki nimadir bo'lyapti. Shu narsani men yechib bermoqchiman deydi. Keyin yechimini o'sha Cloud o'zi bilan yoki ChatGPT o'zi bilan gaplashishda qanday qilib yechim qilish kerak? Sayt yasash kerakmi, app yasash kerakmi, yo oddiy Telegram bot yasash kerakmi? Umuman o'sha yechimini gaplashinglarda, misol o'sha yechimni biznesda o'ziga taklif qilinglar. Bitta biznesni o'ziga taklif qilganingizdan keyin agar ularda o'zida muvaffaqiyatli bo'ladigan bo'lsa, ularda o'ziga foyda keltirayotgan bo'lsa, bo'ldi. Xuddi shu narsani olasiz, xuddi shu odamning biznesiga o'xshagan boshqa bizneslarni topasiz. Keyin ularni o'ziga borasiz va ularni o'ziga sotishni boshlaysiz. Deb o'ylab turib, shunaqa muammoni yechalarkanda deb turib, uni ustiga texnologiya qurib yuborish emas. Haqiqiy hayotga chiqib, haqiqiy mijozdan muammosini olish kerak va muammoni ustiga texnologiya qurish kerak. Qaranglar, men oldingi hayot bilan hozirgi hayotni solishtirib beraman. Oldinlari informatsiyani yodlab olish muhim bo'lgan. Misol, mana doktorsiz deylik. Doktor bo'lganingizda, misol, ketdi, o'sha anatomiyani o'qiyapsiz, zoologiyani o'qiyapsiz, biologiyani o'qiyapsiz, hammasini o'qib chiqing. Uni yodlab olishingiz kerak edi. Sababi, oldingi zamonda mana siz bitta qishloqqa boryapsiz, yerda doktorsiz. Qanaqadir nima kelyapti, bemor kelyapti. Hali bemorga tashxis qo'yishingiz tezligi sizni xotirangizda eslab qolishingiz tezligi bilan teng edi. Qancha tez eslab oladigan bo'lsangiz, shunga tashxis qo'yishingiz, to'g'ri tashxis qo'yishingiz muhim edi. Shuning hisobidan oldingi zamonda odamlar hali yodlab olish qobiliyati kerak bo'lgan. Endi hozir yodlash qobiliyati kerakmi deydigan bo'lsangiz, oldingichalik emas. Nima kerak deydigan bo'lsangiz, xuddi o'sha aytganimizdek to'g'ri savol so'rash. Ya'ni kuzatyapsiz, bu misol simptomni paydo qilish uchun u odamning kasbi shunaqa edi. Aynan mana shu kasbda shunaqa ishlar ko'p bo'lganining hisobidan shu natijaga olib kelyapti. Endi hozirgi zamonda informatsiyani topib olish hech kimga muammo bo'lmayapti. Mana shu informatsiyani odamga yetkazib berish. Ya'ni siz boshqa odamlar bilan qanday muloqot qilyapsiz, muomala madaniyatingiz qanaqa? Shuning hisobidan birinchi o'rinda tanqidiy fikrlashni qo'yaman, ikkinchi o'rinda shu odamlar bilan ishlash, muloqot qilish.